1938-yil 4-oktyabr O'zbekiston tarixida eng mash'um sana sifatida muhrlangan. Bundan 86 yil muqaddam xalq fidoyilari, ma'rifat tarafdorlari, millat ziyolilari va diniy ulamolar jisman yo'q qilindi. Hozirda 86 yil avvalgi mash'um tun qurbonlaridan biri Abdulla Qodiriyning so'nggi lahzalarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Beshinchi 47 raqamli ish. Xo'sh, dastlabki tergov tugallanishi to'g'risida qaror. Abdulla Qodiriyni ayblash bo'yicha ish ko'rib chiqildi. Tergov mukammal o'tkazildi. E'lon qilish bo'yicha qo'llanmaga asosan Jinoyat protsessual kodeksining 247-moddasiga ko'ra qaror qilinadi. Ish yuzasidan tergov tugallansin va mahbusga bu haqida xabar yetkazilsin. OGPU vakili Abudiyning Abdullani olib kelinglar. Abdulla, o'tgan kunlar nomli ishi senikimi? Ha, meniki. Lekin o she'r emas. Nima unda u, ha? Roman. Romanmush. Roman bo'ladimi bu? She'r bo'ladimi bu? Muallif senmi? Ha, men. Mana, ko'rib qo'y. Seni bu yozgan asaring g'irt millatchilik. Harakatlaring esa g'irt jinoyat. Aslo. Men xalqimizning eng ayanchli qismatini, tariximizning eng kir qora kunlarini o'zida mujassam qilgan birinchi o'zbek romanini yozmoqchi bo'ldim, xolos. To'g'ri. Bu birinchi o'zbek romani bo'lishi mumkin. Ammo bizda sovet xalqiga bunday jirkanch asarni ham, bunday asar yozadiganlarga ham keragi yo'q. Olib chiqinglar. Abdulla, sen o'zingcha buyuk asarlar yozib, mashhur yozuvchi bo'laman deb o'ylaganmiding? Yo'q. Uning oldidan turishingga bir qara. Achinarli, qayg'uli. Men buyuk yozuvchi bo'lishga intilmaganman. Lekin siz aslo o'zbek xalqining ziyosini o'ldira olmaysiz. Men seni realist deb hisoblar edim. Bu qanday baland parvozlik? Aytgan gaplaringga o'zing ishonasanmi? Biz bilamizki, millatning eng og'ir kunlarida ham kitob, adabiyot o'lmaydi. Adabiyot abadiyat demakdir. Hoy kelba. Sen atrofga qara. Hayot bunchalar go'zal. Seni murdang chirishga ulgurmasdan hamma seni unutib yuboradi. Hech kim seni eslamaydi. Sen yozgan asarlar taqiq qilingan. Ularni hech kim o'qimaydi. Sen esa umrbod xalq dushmani bo'lib qolasan. Yaratganning irodasi bizlarni bu yerlarga yetaklab kelmish. Tuhmatlar o'z so'zini aytib, bizni unuttirib yuboradi. Bizning yozganlarimizni qidirib ham topib bo'lmay qolar. Lekin siz bizning faqat jismimiznigina tuproqqa loyga qola olishga imkonlisiz. Bizni biz qilgan haqiqatni emas. Bizning haqiqatimiz yashar ekan, biz ham yashayveramiz. Bizni o'qir bitta bo'lsa ham o'quvchi topilar ekan, biz o'lmaymiz.
Bu sen aslida Buyuk Stalinga boshlik ishing kerak edi. Kimga? Stalinga deysanmi? Ha! Oy zolim! Qo'li qon, miyasi qon, ko'zi qon, ichi to'la qon, jon! Otasanmi? Otmaydi! Osasanmi? Os! To'g'rilik ortidan bosh ketchagir degan, degan nomard. Men aslo Stalinga bosh egmayman. Qizim, hali senga ko'p cho'pchaklar aytib beraman qizim. Bu cho'pchaklarda o'sha yomon insonlarning qilgan ishlari, o'sha ko'ngli oshiq yozuvchining yozganlari bo'ladi qizim. Ha qizim. Aytib beraman qizim. Aytib beraman. Abdulla, oxirgi so'zing. La ilaha illalloh. Ulug'vorlik ila shovullab turgan bog'larimizni jadidlarning qirmizi qonlari ila sug'orishdi. Dunyo bo'lib yaralibdiki, ulardan ko'ra buyukroq, ulardan ko'ra jasoratliroq kishilarni ko'rgan emas. Ular hidoyat bayog'ini balandlarga ko'targanlarida yer yuzi hali jaholat uyqusidan uyg'onmagan edi. Ular bu millatga vatanni sevmoq mana bunday bo'ladi deb amalda ko'rsatib berishdi. Jadidlar yodi mangu xotiramizda yashayacak.